Rus ayig'i 19-asrning ikkinchi yarmida allaqachon g'arbga qarab hamla qilayotgan edi. Usmonli sultoni bu musulmonlarning xalifasi bo'lgan. Amir Muzaffar xalifaga maktub yozgan. Bizga hujum bo'lyapti. O'sha mustamlakachi g'arbning uzoq muddatli strategiyasining qurboni bo'lgan desak, bu adolatliroq bo'ladi. Yirik kolonial imperiyalarning qarama-qarshiligi, lekin Rossiya Yevropaga qarab kengayishi, Usmonli yerlariga da'vo qilishi tufayli Turkiston qurbon qiyorildi. Ma'lum bo'ldiki, G'arbiy frontda qanday mag'lubiyatga uchragan bo'lsa, 50 yil mustamlakadan so'ng Turkistonda ham xuddi shunday mag'lubiyatga uchradi. Hech narsaga erishmagan ekan. Butun xalq xullas ruslashtira olmagan ekan, xullas o'zini buyukligini isbotlay olmagan ekan. 16-yilda deyarli qil ustida qoldi va imperiyani qulatdi. Qaysidir manda Turkistonning xalqining xizmati bor. Yirik kolonial imperiyalarning qarama-qarshiligi, lekin muammo aslida boshqa joyda bo'lgan bo'lib chiqyapti. Ya'ni o'sha Rossiya Yevropaga qarab kengayishi, Usmonli yerlariga da'vo qilishi tufayli Turkiston qurbon qiyorildi. Chunki rostdan Usmonli bu nima deydi? Usmonli sultoni bu musulmonlarning xalifasi bo'lgan. Amir Muzaffar xalifaga maktub yozgan. Musulmonlar qirg'in bo'lyapti, adolatsiz urush olib boryapti. Ya'ni o'sha urushning ham odobi bor, xalqaro qonunchiligi bor. Unga amal qilinmayapti deb xat yuborgan. O'shanda aytishadiki, Usmonli sultoni ham nima qilishini bilmagan. Ya'ni rasman endi himoya qilib chiqishi kerak, vazifasi. Lekin siyosat bor o'rtada. Bu yoqda siyosat bor, kelishuvlar bor. Eng qiziq tomoni, Toshkent olingandan keyin Toshkentda elita qatlamini to'plab, ixtiyorimiz bilan qo'shildik deb xat qilingan. Xatni keyin o'sha Istanbuldagi Rossiya elchixonasining devoriga o'zlari elchixona vakillari osib qo'yishgan. Mana Turkiston ixtiyori bilan qo'shildi degan shunaqa o'yinlar bo'lgan. Mustamlakachi g'arb uzoq muddatli reja bilan ish olib bordi. Eslang, to'g'ri, katta mulk miqdordagi mulk o'g'risi deb Rossiyani ba'zi bir konferensiyalarda tanqid qilgan bo'lsa ham, aslida vaziyat boshqacha edi. Rus ayig'i 19-asrning ikkinchi yarmida allaqachon g'arbga qarab hamla qilayotgan edi. Finlandiya olingan, Polsha navbatdagi Germaniyaga yaqinlashayotgan edi. Ikkinchi tomondan tez-tez o'sha Bolqondagi vaziyat va Istanbulning o'ziniki ekanligi haqida da'volar. Ya'ni bu narsalar g'arbni tabiiyki tashvishga solgan, unga bitta qopqon qo'yish kerak edi va aynan shu qopqon vazifasini Turkiston o'tadi. Ular va'da berdi. Demak, Turkistonga qarshilik qilmasligini, qo'llab-quvvatlamasligini haliyam Rossiya qo'rqar edi. Lekin ular va'da berdiki, uni g'arbdagi osongina o'zlashtirib ketayotgan holatidan to'xtatib, e'tiborni bu yoqqa qaratishga. Va Amerikadagi urush sabab bo'ldi. Haqiqatan ham Rossiya nega bo'lmasa, agar shu gapimda jon bo'lmasa, bular ozgina odam jo'natgani yo'q. Angliyaga odam jo'natdi 2-3 marta, Fransiya, Italiya, Ispaniya birortasi yordam bermadi. Aksincha Eron teskari tonni kiyib oldi. Eron sababi unga tayinlab qo'yilgan edi. Afg'onlar kelayotgan qurollarni hujum qildi. Ancha o'yin qilib kelayotgandi. Lekin Alyaskani berdi, har biriga shu o'ziga yarasha roziligini berdi. Boyagi Istanbul da'vosi uchundir balki Turkiya ham tushunishga harakat qildi va natijada biz deyarli bulardan ko'ra umuman o'sha mustamlakachi g'arbning uzoq muddatli strategiyasining qurboni bo'lgan desak, bu adolatliroq bo'ladi. Xuddi shu vazifani keyinroq
bolsheviklarga ham qo'llandi. Ya'ni 1916-yil voqeasida ma'lum bo'ldiki, G'arbiy frontda qanday mag'lubiyatga uchragan bo'lsa, 50 yil mustamlakadan so'ng Turkistonda ham xuddi shunday mag'lubiyatga uchradi. Hech narsaga erishmagan ekan. Butun xalq xullas ruslashtira olmagan ekan, xullas o'zini buyukligini isbotlay olmagan ekan. 16-yilda deyarli qil ustida qoldi va imperiyani qulatdi. Bu qaysidir ma'noda Turkistonning xalqining xizmati bor. Ikkinchi, bolsheviklar ham bolshevizm g'oyasini eng dunyoda inqilob qilishi mumkin bo'lgan. Bu yoqda Weimar Respublikasi, Germaniyada kommunistik partiyalar, Italiyada kommunistik partiya, Amerikada, Yaponiyada, Xitoyda kommunistik partiyalar o'sha payt paydo bo'lib qoldi. Lekin aynan bu yerdagi Turkistondagi istiqlolchilik harakati, hattoki o'sha Denikin, Wrangel hech narsa qila olmagan narsani bu yerda o'sha 35-yilgacha cho'zilib ketgan tinimsiz urushlar, tinimsiz nimalar, 100 minglab askarni bu yerda ushlab turishi ularning siyosiy bir harakatga olib kela olmasligi. To'g'ri, juda ko'p qon to'kilish evaziga insoniyatni bolshevizmdek deb dunyo inqilobidan qaysidir ma'noda ikkinchi marta qopqon bo'ldi deyishimiz mumkin. Bularning hammasi demak jadidlarning bergan zarbasidan keyin o'sha yosh buxoroliklar, yosh xivaliklar bularni nimasi shu bilan ovora bo'lguncha u allaqachon Lenin o'lib ketdi. Bu davoning kasali bo'lgan Stalin o'zini dushmanlari bilan nima qilib ketdi? Bir holatga kelib 50-yillarda o'zini ahamiyatini yo'qotdi va o'sha o'zini vahshiyliklarini tan oldi qaysidir ma'noda. Lekin paxta ishigacha davom etgan bu jinoyat 17-yilda hokimiyatga kelgan jinoiy guruh o'sha oxirgi kungacha o'zining boshidagi vazifasini, ya'ni paxta ishidan biz bilamizki, o'sha jinoiy nimasi bilan, qon to'kishi bilan tugadi.